Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan birgalikda 2024-yil DTM imtihonlarida asosiy blok matematikadan tushgan navbatdagi 10 ta savolni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi savolda arifmetik progressiyani xatlari berilgan. Bu yerda A13, A26 arifmetik progressiya xatlari A13 34, A26 60 ga teng, S26 ni toping deyapti. A1 A13 A1 plus 12 ga teng, u ham 34 ga teng. A26 ni esa A1 plus 25 deb yozib olamiz. U ham 60 ga teng. Sistema qilib pastdan tepani ayirib yuborsak, A'lar qisqarib ketdi. 13 da teng 26, bu yerdan d teng 2. Yuqoridagi ifodaga olib borib qo'ysak, A1 plus 24 d 2ligidan teng 34 ga teng bo'ladi. Bu yerda A1 10 ligini ko'rish mumkin. Endi xatlar ikinchi formulasiga tashlasak, ya'ni 2A1 plus n minus 1d taqsim 2 kubiga n formulaga tashlasak, bu yerda n 26 ga teng, n minus 1 25 ga teng bo'ladi. Bu holda A1 bilan d o'rniga qiymatlarni qo'ysak, 2 kubiga A1 10 ga teng plus 25 kubiga d 2 ga teng. Bu yerda 2 larni qisqartirsak 10 plus 25 kubiga 26. Demak 35 kubiga 26 910 ga teng ekan. Bu ham javobga to'g'ri keladi. Endi ikkinchi masala y teng 3x minus x kvadrat funksiyaning ox o'qi bilan hosil qilgan uchburchak yuzini toping. Bu yerda ko'rinib turibdi. Funksiya paraboladan iborat va shoxlari pastga qaragan. Maksimum nuqtasi x0 y0 topsak, bu yerda x0 minus 1 taqsim 2 ga 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Y0 funksiyaning o'rniga x0 ni olib qo'ysak, y0 kelib chiqadi va bu ham 9 taqsim 4 ga teng ekan. Demak, maksimum nuqtasi 3 taqsim 2 ga 9 taqsim 4 nuqta ekan va bu kvadrat funksiya ox o'qini 0 va 3 nuqtalarga kesib o'tishi ma'lum. Demak, bu yerda 3 ta nuqtadan iborat uchburchak yuzini so'rayapti bizlardan. Bu yerdan ko'rish mumkin, h balandlik tushirsak 9 taqsim 4 ga teng, s asos 3 ga teng. Bo'ldi, s teng 1 taqsim 2 a h formulasidan 1 taqsim 2 kubiga 3 kubiga 9 taqsim 4 teng 27 taqsim 8 degan javobga ega bo'lar ekanmiz. Bu ham javobga to'g'ri keladi. Uchinchi savol, biror sonni 30% ortig'i shu sonni 2 barobarida necha foiz kam bo'lishini toping deyapti. Biror sonni 2 barobar, biror sonni x deb olsak, 2 barobar 2x 100% deb olsak, buni 30% ortig'i 1 taqsim 3x bo'ladi. Uni y% deb olsak, demak biror sonni 2 barobari 30% dan, ya'ni biror sonni 2 barobarini biror sonni 30% ortig'i 65% dan tashkil etar ekan. Bu yerdan 100% dan ayirib tashlasak, demak biror sonning 2 barobari 30% dan 35% ga kam ekan. To'rtinchi masala. Vektorni ox o'qi bilan musbat yo'nalishi bilan hosil qilgan burchak kosinusini toping deyapti. Bu yerda vektorni boshini xohlagan joyga olib borib qo'ysak bo'ladi. Men qulay bo'lgani uchun koordinatalar boshiga olib borib qo'ydim. Mana shu vektor -2,5 vektorniga teng. Demak, bu yerdan to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi. Bu yer 5 ga teng, 12 gipotenuza Pifagor teoremasiga ko'ra 13 ga teng bo'ladi. Demak, bizlardan mana shu burchakni so'rabdi, alfani. Agar bu yer alfa bo'lsa, bu yer 180 minus alfa. Demak, kosinus 180 minus alfa yopishgan katitning gipotenuzaga nisbati, ya'ni 12 ning 13 ga nisbati. Bu yerdan kosinus alfani topsak, minus 12 taqsim 13 ga teng bo'ladi ekan. Bu ham siz javobga to'g'ri keladi. 5-savol. Bu yerda arifmetik progressiyaning xatlari A4 plus A10 plus A16 teng 24 bo'lsa, S19 ni toping deyapti. Bu yerda ko'rish mumkin, A4 plus A16 2A10 ga tengligi ma'lum. Arifmetik progressiya xossalariga ko'ra, demak 2A10 plus A10 24, 3A10 24, A10 8 ga tengligini ko'rish mumkin. Endi S19 ning formulasi A1 plus A19 taqsim 2 ko'paygan 19. A1 plus A19 bu ham
Aritmetik progressiya xosasiga ko'ra 2 ko'payga a'ning 10-siga teng. A 10 8 bo'lsa bu 16 ga teng ekan. Demak 16 taqsim 2 ko'paygan 19 152 ga teng bo'lar ekan. Bu ham D javobga to'g'ri keladi. Keyingi savol. Davra kasrlar berilgan ekan. Ularni oldin oddiy kasrga o'tib olamiz. 62 minus 6 taqsim 9, 64 minus 6 taqsim 9, 66 minus 6 taqsim 9 va mahraj ham shu ko'rinishda oddiy kasrga o'tib olamiz. Demak, suratdan 1 taqsim 9 ni ayirsak, 1 taqsim 9 ni qosdan tashqariga chiqarsak, 62 dan 6 ni ayirsak 56, 64 dan 6 ni ayirsak 58, 66 dan 6 ni ayirsak 60. Xuddi shunday qilib mahrajni ham shunday qilib yozib olsak, 1 taqsim 9 ni qosdan chiqarsak, 61 dan 6 ni ayirsak 55, 63 dan 6 ni ayirsak 57, 65 dan 6 ni ayirsak 59. Demak, 1 taqsim 9 dan qisqarsa, bizda 171 taqsim 174 taqsim 171, bu ham 58 taqsim 57 ga, bu ham 1 taqsim 1,57 ga teng bo'lar ekan. Keyingi savol, 7-savol. 7-savolda turli raqamli va 4 bilan tugavchi nechta 4 xonali son bor deyapti. Bu yerda 4 bilan tugasa, oxirgi raqam 4. Faqat bitta 4 raqam to'g'ri keladi. Birinchiga 0 dan 9 gacha 10 ta raqam bor. 0 ni qo'yib qo'ymaydi, demak 8 ta raqam. Keyingisiga 7 ta raqam 0 bilan ikkinchi xonaga 0 qo'ysa bo'ladi. Demak 0 bilan 8 ta raqam. Bu yerda 6 ta raqam qoldi. Bu yerga ham 0 qo'yib bo'ladi. 0 bilan 7 ta raqam. Demak, jami 8 ko'paygan 8 ko'paygan 7 448 ta 4 xonali son mavjud ekan. Turli raqamli 4 bilan tugavchi. Keyingi savol, 8-savol. Quyidagi aniq integralni hisoblang deyapti. Bu yerda x dan boshlang'ich 1 dan boshlang'ich x minus x kvadratdan boshlang'ich minus x kub taqsim 3 minus 0 minus 1 oralig'ida 0 ni qo'ysak 0 minus 1 ni qo'ysak minus 1 minus 1 taqsim 3. Bu yerdan 2 taqsim 3 ga tengligini ko'rish mumkin. Demak, keyingi savol 9-savol. Tenglama nechta yechimi bor deyapti. Bu yerda alohida yechib olamiz. 36 minus x kvadrat teng 0 deb, bu yerda ikkita yechim chiqadi. x1 teng 6, x2 teng minus 6. Keyingi kvadrat tenglamani ishlasak, bu yerda ham ikkita yechim chiqadi. 5 va minus 8. Lekin minus 8 ni ola olmaymiz, chunki bu yerga minus 8 ni olib borib qo'ysak, 36 minus 64. Ildizdan manfiy son chiqmaydi. Demak, minus 8 ni ola olmaymiz. Demak, bizlarda bitta, ikkita, uchta javob bor ekan. Demak, tenglamaning 3 ta yechimi bor ekan. Keyingi savol, asosi kvadratdan iborat piramidaning balandligi 6 deyapti va asos tekisligi bilan 60 gradus tashkil qiladi deyapti. U holda qarshidagi mana shu to'g'ri burchak uchburchakdan qarshidagi katning gipotenuzaga nisbati 1x deb olsak, tangens 60 teng 6 taqsim x. Bu yerda x teng 2 ildiz 3 ga tengligini bilamiz. X yana turibdi, bu yerda 2x a ga teng. Bu holda a teng 4 ildiz 3 ga teng. Bizda asos bor, balandlik bor. Hajm topish muammo emas. Demak, hajm formulasi 1 taqsim 3 s asos ko'paygan h. S asos a kvadratga teng ko'paygan h. Demak, bizlarda 1 taqsim 3 ko'paygan 4 ildiz 3 ning kvadrati 16 ko'paygan 3 ga teng. Ko'paygan h 6. Demak, 1 taqsim 3 va 3 qisqarib ketsa 16 ko'paygan 6 96. Yo'lini shu yergacha ko'rib bir nima o'rgangan bo'lsangiz, demak biz maqsadimizga yetdik. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.